Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Paysenddan qanday qilib pul jo'natishni o'rgatamiz. Paysend programmasiga kiramiz. Parolni yozib. Agar sizlarga ham shu qiziq bo'lsa, Telegram kanalda hammasini o'rgatishim mumkin. Mana qanday qilib bonuslar olish mumkin. Mana deyarli 2 yildan beri men shu programmani ishlataman. Biror marta muammo bo'lmagan. Har doim pullar tez kartaga kelib tushadi. Visa kartalarga, Uzkart, Humo hammasiga pul jo'natsa bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Agar men aytgandek ro'yxatdan o'tib pul jo'natsangiz, birinchi o'tkazma komissiyasiz bepul bo'ladi va ikkinchi o'tkazmadan so'ng $5 bonus olasiz. Misol uchun yuborish. Bular O'zbekiston kartasini tanlaymiz. Davom etish. Deylik, Ruminiyada ron jo'natamiz deylik. 200 ron 502 ming so'm bo'ladi. Davom etishni bosamiz. Mana barcha ma'lumotlar ko'rsatadi. Qabul qiluvchi va jo'natuvchining barcha usullari ko'rsatiladi. O'tkazmani tasdiqlashni bosamiz va to'lov kartaga yetib boradi. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, shunday pul jo'natish, shunday bonuslarni olish, Telegram kanaliga qo'shilib olsangiz, hammasini batafsil tushuntirib beraman.